IELTS'da tayyorlamada o'stiradigan 3 ta xatolar. Birinchisi, ko'pchilik IELTS tanlovida o'quvchilar boshida grammatikani chiqishim kerak deb hisoblaydi. Ya'ni 1 yil yo 6 oy misol uchun yoki kerak bo'lsa 2 yil faqat grammatik kursini o'rganadilar. Lekin bu albatta xato, chunki IELTS bu grammatikani gina tekshiradigan test emas. Va ko'pchilik grammatika kurslarini boradigan bo'lsangizlar, faqatgina qoida o'rgatiladi va shu qoida bo'yicha mashqlar beriladi. Ya'ni bolalar shu grammatikani haqiqiy hayotda ishlatilishi, misol uchun, ya'ni listening orqali yoki reading orqali shularni o'rganmaydi. Natijada u IELTSga tayyor bo'lmaydi. Bu birinchi xato. Ikkinchi xato esa qayta Cambridge ishlayverish. Ko'pchilik bu shuni aytadi, ya'ni misol uchun ustozi Cambridge'ni ko'rsatib bersa, foydali kitobligini, Cambridge 15 ishlab o'rgan bo'lsalar, 16 dan olib ishlaydi, 17 dan olib ishlaydi, lekin to'g'ri ishlashni bilmaydi, ya'ni to'g'ri foydalanib bilmaydi va natijada ikki narsa bor. Birinchisi, bir xil ball chiqaveradi, chunki xatolarni ustida ishlab turgani yo'q. Ikkinchisi esa shu bir xil ball chiqavergandan keyin kallasi shu men shu balldan yuqori ball olib bilmayman o'xshaydi degan to'xtamaga keladi, ya'ni conclusionga keladi. Shuning uchun ham o'g'ir test atmaslik kerak. Testni ham atishning o'zini usuli bor. Agar Amerika akademiyaga kelsa-da o'rgatamiz. Va oxirgisi, ko'pchilik o'quvchi idiomalarni listlardan yodlaydi. Misol uchun Band 9 idiomalar ro'yxatlaridan yodlashi mumkin yoki kino haqida so'zlash uchun Band 9 idiomalar deb o'rganishi mumkin. Birinchi o'chir o'zi idioma ishlatish shart emas. Speakingda asosan biza idiomatic expression ishlatishimiz kerak. Ya'ni bular bizani inglizlar o'xshab so'zlashimizga yordam beradigan frazalar bo'ladi. Ya'ni hammasi ham idiomalar emas. Bu idioma bir turi shu idiomatic expressionlarni. Shuning uchun ham ko'rko'rona listadan yodlamay, kinolardan misol uchun, yo bo'lmasa kitoblardan, yo badiiy kitoblardan o'rgansalar maqsadga muvofiq bo'ladi.